Ayol charchasa, terisi ham charchaydi. Bilasizmi, ko'pincha biz chiroyimiz uchun kremlar qidiramiz, muolajalar qildiramiz. Tezroq natija beradigan narsalarni izlaymiz. Lekin eng muhim narsani unutamiz. Charchagan ayolning terisi ham charchaydi. Stress teriga tez ta'sir qiladi. Doim o'ylanib yuradigan gaplaringiz sizni peshonangizga ajinlar bilan ko'rinadi. E'tiborsizlik esa ko'zlaringizni ostidagi ajinlar, so'lg'inliklar bilan ko'rinadi. Yurakdagi g'am, og'riqlar esa sizning rangingizning bo'g'ilishini bilan o'zini ko'rsatadi. Ayol o'zini e'zozlab boshlasa, terisi ham albatta o'zgarib boshlaydi. Ayolning chiroyi uning ichki sokinligida. Ayol uchun eng o'ziga kerakli bo'lgan narsa krem emas, inyeksiya emas. Birinchi o'rinda o'ziga g'amxo'rlik, e'tibor, sokinlik, o'zini unutmaslik.